Direction yo'nalish bo'ladi, qaranglar. Mana bundoq misol uchun oddiy xuddi o'sha narsa, misol uchun nima bo'lyapti? Bizda qaranglar. Mana bu narsa hali обновление qilmadi, to'g'rimi? Bizda hali Airbase degan narsa tushuncha yo'q, lekin mana bu yerda bor edi, bu уже ishlab bo'lgan. Bizga hozir новейший kerak, yangidan. Xo'p, bizga birinchi, xo'p, bu bo'lyapti, ikkinchisi bu bo'lyapti. Слишком katta bo'lyapti. Bizda xo'p, nima bo'ladi? M30 ga bitta sakraymiz yoki H1 ga bitta zonalarni ko'ra olamiz. Nega? Chunki bundan ham kichkina bo'lishi kerak. Xo'p, endi bizda hozir danli moment bitta bayzona bor ekan. Qat mana shu yerda o'zi обновление qilgan joyi. Xo'p. Mana eng oxirgi bayzonamiz bo'lib qoladi. Mana bu bayzonani unutib yuboringlar. Nega? Chunki bu yoqqacha сделканы ko'targan bo'lsanglar, nima bo'ladi? Sizlar xonavayron qilib yuborasizlar. Boyagi 1% esinglardan chiqadi, qo'shib kelaverasizlar. Lekin 1% ga amal qiladigan bo'lsa, o'sha zonaga tushib ketsa ham sizlar silik bo'lmaysizlar. Faqat tasdiq bilan kirsanglar xolos. Xo'p, endi ketdi. Qaranglar, 1 soat bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? M30 ga bitta o'tyapman, M30 ga bitta o'tayotgan bo'lsam, menda nima bor? Engulfing tashab ketganmi bu yerda men xohlagan narsa? Bormi bu yerda? Boya sizlar chizib bergan narsam bor. Bor. Yo'q. Akalar shpilkani yutmagan-ku mana bu. Qayerda bor? Nima do'stlar? Bu aktiv emas. Nima bo'ladi bilasizlarmi? Hamma shu joyi bayda bo'ylaydi, pastdan ketadi. Nega? Chunki hamma biladi-ku to'shda engulfing deb olishini. Boya men sizlarga tushuntirdim-ku engulfingning mohiyati nimadaligini. Engulfing men sizlarga aytaman, bitta zonada ochilgan bo'lishi kerak. Yana boshqadan chizib ko'rsatar ekanman-da. Qaranglar. Bitta zonada ochilgan bo'lishi kerak. Tepadagi shpilkani buni tanasi, pastdagi shpilkani esa buni tanasi yutgan bo'lishi. Bu yerda bormi? Yo'q-ku. Shpilka ko'rmayapti. Filkasi ko'rmadi, yaqinlashdi. Ha, bo'ldi. Qizilda. Sal yaqinroq kiringlar, ekranni ko'ramiz. То есть, qaranglar, mana bunaqa narsa. Mana o'sha joydan adashib qoladi. Endi qaranglar, o'vandagi olib o'tadigan bo'lsam nima bo'ladi, bilasizlarmi? Mana shu narsani qaranglar. Просто mana shu narsani bitta qilamiz. O'vandagi olib o'tadigan bo'lsam nima bo'lyapti? Bizda unaqa o'zgarish bo'lmas ekan, tak bir xil ko'rsatyapti. Bu sal kattaroq time frame. Kichkina time frame ni o'ynatib qo'yadikda broker. Qaysi? Forex.com ishlaganinglar yaxshi, keyin men sizlarga aytaman, qaranglar. Tak, bitta odam mikrofonni o'chirsin, o'zimga aks savdo qaytib kelyapti. Tak, qaranglar. Misol uchun Forex.comda ochyapsizlar, Trading View'da analiz qilyapsizlar. Bo'ldi, Trading View'da analiz qilayotgan bo'lsangiz, o'sha bo'yicha kiringlar. Hech qachon MetaTrader o'zida brokerdan analiz qilib turib kirmanglar. Nega? Chunki broker bilan bu ikki xil ko'rsatadi. Broker siz nima bilan ishlayotganingizni, misol uchun любой holatda misol tushunadi. Sizga xuddi XNES ga o'xshab-da. XNES nima bo'ladi bilasizmi? 4 soatlik switch 1 soat oldin ochiladi. Hech ahamiyat berganmisizlar? 4 soatlik switch Trading View bilan bir xil emas XNESda. RoboForexda ham shunaqa, M1dagi, M3dagi switchlar har xil bo'ladi mana Trading View bilan. Nega? Chunki 1 minut 2 minut zadержкасы bilan. O'sha joyda nima bo'ladi? Katta lot ochayotgan insonlar yeb qo'yadi. O'shuning uchun bitta broker tanlaysizlar, obdon ko'rib chiqasizlar, sizlar bo'yicha положенияларga to'g'ri, sizlarning strategiyalarga juda ham to'g'ri kelyapti. Hech qanaqa shpilkada aldov yo'q, to'g'ri narx ko'rsatyapti, o'ynatmayapti, likvidni yechib chiqqani, misol uchun qo'shimcha narx qo'shib bermayapti yoki nimadir bo'lmayapti-da, juda ham chiroyli ishlayapti. Bo'ldi, o'sha brokerni analiz qilasizlar, o'sha broker orqali kirasizlar. Mana broker orqali misol uchun nima desa bo'ladi? Analiz qiladigan broker bilan ishlaydigan broker misol uchun har xilligini tushunyapsizlar. Hozir gapimdan. Endi novichok bolalar yo'q, hammasi ishlaydigan bolalar. Xo'p, boyaga direction savoliga qaytadigan bo'lsak, H4 da misol uchun bizda nima bo'lyapti? H4 da emas, 1 soatlikda bizda zona bor edi, to'g'rimi? Bizda birinchi bayzonamiz bor. Xo'p, M30 da qaraydigan bo'lsak, mana endi kelyapti M30 da o'sha bayzonaga. Xo'p, endi qaranglar. M30 dan olib turib, tepasigacha ushlash chiqib bermaydi. Nega? Chunki mana bu narsa hech kim ahamiyat bermaydi. Mana bu saprlar yorilib kelyapti-da. Bu degani mashindan ketdi bo'ldi, tepagacha chiqib ketadi degani emas. Tepaga qachon chiqadi? Qachonki bizga Airbase ikkita M30 da обновление qilsa, keyin bizda direction bayga o'zgarganini bilamiz, shu qarashga qo'shilib ketamiz. Xo'p, lekin misol uchun 4 soatlikdan oldik. M30 bitta M15 ga o'tamiz, M15 ga o'tamiz, bo'ldi. Bizda nima bor? Bizda engulfing bormi? Yo'q, engulfing yo'q ekan. Misol uchun tasdiq bo'yicha mana bu zona bor ekan. Mana shu misol uchun narxlarni olamiz. 3011, 3013. Mana shu oralig'ida bizga bayga struktura yasasa, qayoqqacha minimum mana shu restinggacha chiqib beradi. Yana dalga surukka ushlamoqchi bo'lsanglar, eng kamida
M30 da ikkita airbase qilganini ko'rasizlar. Xuddi hozir biz sizlar bilan ko'ryapmiz, misol uchun mana qaranglar. Biz sizlar bilan ko'ryapmiz, to'g'rimi? Ikkita airbase, resistant 1, resistant 2 обновление qilyapti, to'g'rimi? To'g'rimi akalar? Xo'p, обновление qilyapti. Bo'ldi, kelishi bilan kiramizmi sizlar bilan? Yo'q, qayerda kirmaymiz. Nega? Chunki M15 da xuddi o'sha ikkita resistant обновление qilsa bo'ldi, stop momenti ushlab turamiz. Qayoqqacha? Minimum bu yoqqacha. Keyin tasdiq bersa, hozir prosta bitta narsani tushuninglar-da, tasdiq bergan setup bilan tasdiq bermagandan limit qo'yish xato. Tasdiq beradi, keyin kirasiz, tushunarli-a? Tasdiqlarni ko'rsatdim, olish qanaqaligini. Direction prosta o'zingizlar ko'ryapsizlar, misol uchun mana qaranglar. Direction mana 4 soatlikda oladigan bo'lsak, 4 soatlikda bizda hali bayda, misol uchun hech qanaqasiga nima bo'lyapti, hech qanaqasiga selga o'zgargani yo'q, lekin kichkina time frame bo'yicha nima bo'lyapti, selga razворот yasadi. Mana birinchi xuddi mana tepada birinchi bayzon edi, bu nima bo'ladi? Middle bo'ladi. Bizda lastimiz mana shu. Mana shu narsa yorilgandan keyin nima bo'ladi? Oqish bo'ladi. Qayoqqacha? Minimum mana bu nuqtalarigacha. Xo'p, lekin akalar bitta savolda, bozor momentga oqib kelguncha sizlar bilan biz nima qilamiz? Bor paxta termaymiz, to'g'rimi? Ishlashimiz kerak-ku. O'shuncha kichkina time frame setup beryaptim, qo'shib ketaverasiz. Direction yo'nalish selga ko'rsatyaptimi? Sellizni nima qilasiz? Bezubitga qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Kutib o'tirasiz. Agar dalga srok ishlamoqchi bo'lsangiz. Prosta akalar mana bunaqa narsada tak men sizlarga zilkamni ko'rsataman, Instagramga qo'yib qo'yganman o'zim. Qaranglar. Men o'zim mana ham ko'rsataman. Bu tillarni 1980 da o'shaganlarimiz bor-da. Mana tillarni 1980 Instagramga kirsanglar ham ko'rasizlar. Misol uchun 1980 da o'shaganimizda, mana bunaqa narsa qaranglar. Bir lot ushlanganda 2400 примерно 2450 dan ziyodroq paytga nima bo'lgan? Bir lotimizni o'zi уже salkam bizga qo'pol qilib aytganda, tam допустим $100,000 dan ziyod yo pastroq berganda, no bizga nima bo'lyapti? Swap hisobiga, swap o'zi $24,000 bo'lgan. To есть bozorda ushlab turgan zelka salkam 385 kun bo'lganiga munosabati bilan o'sha nima bo'lyapti? Tam $24,000 dan oshiqroq bo'lyapti. Men sizlarga aytaman, bitta Malibu'ning puli, swap o'zi, komissiya, to есть broker olib qoladigan pul. Xo'p, menga qoladigan profit qancha bo'lyapti? $70,000, misol uchun 70,000, tam 60 qancha ming dollar bo'lyapti-da. Xo'p, 60 qancha ming hammasi menga tegadi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, nega? Chunki investorim bor. Investor qo'pol qilib aytgan yarmini yeb qo'yadi, itogi men 8 oy kutdim, nima bo'ldi? Yonimga qoladigan pul qancha bo'ldi? 30 mingmi, 32 mingmi bo'ldi? 8 oy. Xo'p, 8 oy ichida men pul yechganim yo'q, hech nima bo'lganim yo'q. Meni oilam nima? Aytib, bivayda emas-ku, to'kdan ovqatlanmaydi-ku, to'g'rimi? Pul kerak-ku bu narsaga. O'zingizlardan kelib chiqib dalgasrok yoki sredniy srok yoki day trade tanlaysizlar. Hammasida risk menejmentga amal qilasizlar. Prosta menga bu dalgasrokka savdo qilishim kamroq pul olib keladi, chem men kunlik savdo qilganimdan ko'ra. Bugunni o'zida akalar misol uchun hech qanaqa yolg'on emas yoki nimadir emas, kanalimga misol uchun boya qo'ydim. Bugun depozit qilyapman 20 ming, hali 2 soat bo'lgani yo'q. O'sha 11 ming qanchadir ishlab qo'yapman. Qaranglar-da, 8 oy kutib turib $30,000 ishlagan yaxshimi? Misol uchun ozgina qo'pol qilib aytganda harakat qilib turib 11 ming misol uchun kunlik topgan yaxshimi? Endi har kuni 11 ming topish ham nerealni, no prosta topsa bo'ladi. Qachon bilimga urg'u berasiz, cho'tki qilib, misol uchun qaranglar-da, mana bunaqa narsa. Bilim pulga emas, eng qizig'i mana sizlarga Ramazon oyi chista Bekzod aka bilan men duo qilib qo'yasizlar. Tuhva ishlaydigan narsa o'zim ishlab ko'rsatdim, o'zim pul ishlatdim, mana o'sha. Mana shu narsa asosida juda ham oddiy narsa. Oddiy narx yorilyapti, sizlar bilan nima qilyapmiz? Tasdiq ko'ryapmiz, kiryapmiz, bo'ldi. Boshqa hech nima yo'q. Sizlarga gapirganimcha bayga otib yordimmi bu? Aka, assalomu alaykum. Ayo, otmabdi. Xo'lab. Fibonacci bo'yicha endi bu tug'ilgan kun bo'lib ketadi aka, bu sizga endi. O'shani ozgina ma'lum. Eng qizig'i, akalar mana bunaqa narsa, qaranglar. Biza mana bunaqa narsada chista sizlarga esnar aytdim, skalpingni ko'rsatdim, tasdig'i ko'rsatdim, ishlab ko'rsatdim-da. Master keyfi bo'ladi, misol uchun ko'rsataman. Shag'amlar bo'ladi, maksimum minimum sena bo'ladi, struktura bo'lmi? Shag'amga tortiladi, bo'ldi.